Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Güç Kararlılık Toru söhbetining 10-cu qatimli söhbetiga hoş geldinglar. Ben Mukarram Qurban. Avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi söhbetimizde uzun yıllık muhaciratdagi hayotini gul dölti bo'lgan Gollandiyada yashab kelayotgan. Davoyimizni san'atimiz bilan, restoranchiligimiz bilan billa ilib mengayotgan. Minglarcha chiroyli atirgullar bilan shahidlarimizni mekaninglar jannat, ruhinglar shod olsun. Sizlar o'lmadinglar. Sizlar qalbimizda mangu hayot deb o'zgacha usulda yod etib kelayotgan. Milliy davo yo'limizdagi peshqadam sabdoshlarimizdan biri bo'lgan Zeyniddin Tursun biz bilan billa. Hurmatli Zeyniddin Tursun efendim, bugungi programmamizga hoş geldiniz. Rahmet, hoş buldum. Sizga rahmet. O'zingizni qisqacha bir tanishtirgan bo'lsangiz. Buludu. Vaqt bizniki biraz qisqa bo'lgan ekan, o'zimni qisqaroq tanishtirsam bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Mushu Mukarram xonimning programmasini qiziqib ko'rayotgan do'stlar, hammanglarga men Zeyniddin salom. Ben ismimni so'zlab o'tib ketdim. Qisqacha o'zim tanishtiray. Men Zeyniddin Tursun. Sharq Turkistonda tug'ildim. Sharq Turkistonda cho'ng bo'ldim. Uyg'ur, hozir Gollandiyada yashayman. Siz uzun yıllardan bu yan Gollandiyada yaşayatsınız. Bu şu muhaciretteki hayatınızda, dava işçide minip kilovatsız. Şu hayatınızda, şu yerdeki Uyghur cemaati bilen birlikte kılan işler, özünüzün dava elip bağlan barlıq işlerimizde bizge azak bir düşünce tanıştırıp ötken bolsunuz. Hem de bu şu sizin güzel şu güller bilen şehitlerimizin yad etken aşı faaliyetini güller yad ediş kandak bir oyununuz geldi. Şu doğru azak bir düşünce bergen bolsunuz. Rahmet. Buludu. Hem de her bir adam çetelge çıkımız, çetelge çıkışımızın sebebi şu Xitayning zulmü. Sharq Turkistonda tamponsiz bir hayat yaşaganlıktan, işçimiz sıkılganlıktan bunu dünyaya anlatımız deb çıkıvatımız elbette. Ben 2001 yılı Gollandiyaya geldim. Gollandiyada elbette yığılgan ot yürek, şu Uygur qarindoshlarimiz bilan birlikte uzak musafirlik şu dava yolunu başlap geldik. Biz kelgende Gollandiyada elbette Uygur milletini taz tonup ketmeydik yani. Çünkü Gollandiyada Uygurlar bo'lmaganlikdan to'liq bularga anlatanmaganlik. Şu vəziyyətdən kelib bu davaga ketilib ketdik cemaat bilan birlikte. Elbette özünüz uqsiz Gollandiyada bek sağlam insanlar jiq. Şu vaqtlarda biz 10 neçimiz tuqda endi Gollandiyada. Siyasi davanı başlaşının aldı keyinde nurg'ulg'an qiyinchiliklar keldi aldımızga. Onundaki Gollandiya hükümeti bizga bo'lgan tushunchasi taz durust bo'lmaganlikdan şu vaqtida iltijolarimizni qabul qilmay ko'chalarga chiqarib o'tib, degandek 5-6 yil ko'chalarda sarson bo'lib ketdik Mukarram. Bunu so'zlab kelsak, yuragimiz og'riydi. Ama Xitoydan qutulib chiqqanligimizda shuncha xo'sh biz. Bu aş vaqtidagi qiyinchiliklarni utish uchun Gollandiya jamoati bilan birlikte tashkilotlarni qildik, faoliyatlarni qildik. Şu ko'chi qolgan vaqtlarimizda hukumatning hech qanday yordamiga erishamagan vaqtlarimizdami biz azroq o'zimizning qo'ldagi iqtisod bilan Uyg'ur jamoati bilan birlikte Gollandiyaga Uyg'urni tunutish mushu uzoq safarga chiqdik. Xo'sh, endi buning ichida nurg'ulg'an ishlar bo'ldi. Siyosiy faoliyatni voyaga yetkazib qildik jamoat bilan birlikte. Biz mu yanmadik bu yo'lda. Şu aralıkta Gollandiya hükümetinin Uygur meselesiga qarab chiqqidek bir yerga ekeldik. Elbette çoğun künemde bir iş bo'lmagan bilan ama Uygur deganning kimligini, Uygur nereden kelganligini Gollandiyadagi jamoat bilan qo'lni qo'lga tutib, mo'riga yulab turib qildik bu davoni. Şu vaqtlarda yangi kelgan vaqtlarimizda haqiqatan qiyinchilik bek zo'rdi bizda. Ama shunda olsun şu qiyinchiliklarni yenib hozirgacha Gollandiya jamoati bilan sağlam aldı ketib boramiz bu faoliyatni qilib. Endi siz degandek mesela gullarni dediniz. Bir davlat kelgandan mush siyosat, mush millatni davosini tonishtirish ustidan osh millatni, yerlik millatni tushunish kerak ekan-ku.
Bu millet nimaga qiziqadi? Bo'lsa mush millatning qiziqadigan bir narsasini sanlashtirsak, mush orqali mush millatni bir tatqini bo'lami deb bu da'vo qilish jarayonida men shunda o'yladim, Gollandiya gul davlati o'zingiz ufqsiz, butun dunyoga gul chiqirdi. Endi shunchalik gulning jiqlig'idimi bu Gollandiya xalqining gulga bo'lgan oshiqligini to'sib bo'lolmaysiz. Bevoda gulni suydi. Namoyishlarni qilib keldik. To'xtabdi dedim. Buningda bir islohot qilib boqsam bo'ladimi dedim. Gulni yaxshi ko'rgan Gollandiyalikka gul bilan bir faoliyat qilsam qandoq bo'lar deb tunji o'yim mushtan bilan boshlandi. Albatta Gollandiyada tunji bo'lib Uyg'ur davosini qilgan chaqdimi gul bilan boshlagan men 2001-yili. Bu gul hozirgacha davomlashib kelyapti. Albatta sosyal medyaning foydasini jiq ko'rdik Mukarram. Bu yerda sosyal medyada qildim ko'pinchisi. Yerliklar boshda nima qilayotgandi bu deb tushundi. Onunla yazdık. Bizden Şarkı Türkistan'da mesela her bir qitim qalliq qirg'inchilik, Xitoyning qalliq bostug'anlarini aşningda ko'zitib keldik. Oxiri tushandi bular. To'xtabdi, buning dadi bor ekan. Buning qanday qilsak bo'ladi? Shuning bilan sosyal medyada meningki qilayotgan faoliyatimga baho berdiganlar ko'proq bo'lib qoldi. Sen bek chiroyli qilayotsan, sen bek chiroyli. Endi demakchi bo'g'inimiz bu yerda men bir Zeyniddin Uyg'ur vakillik qilaman, shundaqmi Mukarram? Men cho'qim bundaq bir tarixiy oq ko'rinishni nihoyat cho'nqur bo'lgan, dunyo madaniyatiga shunchalik to'p qo'shgan bir millatning vakili bo'lib men qilyapman buni. Unda bo'lgandan keyin men o'zimni nihoyat saqlam ko'rinishim kerak bularga. Guldan sirt men nurg'un vaqtimda Gollandiyaliklar qanday yashagan bo'lsa shu usulga kirib baqdim men. Mesela Gollandiyaliklar teshida qahva ichgan bo'lsa, men teshida qahva ichdim. Amal va muşlarning oralig'imizda bir to'qinishning yo'qligini anglatish bu yerda. Chunki bizmi sana o'xshash mushundaq go'zallikni, mushundaq rohat bir hayotni bizmi shunchalik so'yitdik. Afsus, Xitoy bu huquqimizni tatib oldi. Bugun kunda kelib biz bir musofirchilik hayotda ezilgan yuragimiz bilan sana o'zimizning muhabbatini ifodalayapmiz dedi. Bundan keyin sosyal medyada kündün kuniga avug'ini to'di, kündün kuniga ko'pligini to'di bu Gollandiyalik yerliklar. Bu orqali men yana bir narsa o'yladim men. To'xtabdi dedim. Sharq Turkiston davosini yerlikka oltimiz deymiz. Turayotgan davlatniki, davlat egillariga oltimiz davatimiz Mukarram. Unda bo'lgandan keyin bular bilan bir narsa qilsam bo'lmamdi degan o'y fikrlarim bo'ldi. Mana bu shundaq gul bilan, hayot bilan, turmush bilan, bular bilan Uyg'urlarning o'tirligida hech qanday farq yo'qligini anglatdim endi. Bu alayda bir o'zimninki nima deyman, o'zimning ijodiyati bo'lib qoldi bu. Albatta buni suyunib ko'rayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor chet elda Uyg'ur. Nurg'unlan qarindoshlarim xat yozdi. Alloh razı olsun. Chunki har bir ishni bir qilgandan keyin bir yig'iz tattiq gap bo'lsa, shuning bilan qanchalik o'zingizningki hayotidagi bir xo'shallik bo'ladi ekan. Shu har qitim shunday gul faoliyatlarini qilsam, dunyoning har qaysi joylarida bo'libmi o'zimning qarindoshlari. Ham Uyg'ur desam, o'zimning yuragi og'riydi, Mukarram. Yig'lig'im keladi. Chunki dad jiq bo'lib ketganlikdan mush millatning qanday qilsam, o'zimning millatimi ozdir ko'pdir xo'sh bo'lsin deyman. O'zimning ishingan puli bilan ba'zilar deydi Zayndan yog'an gul oladi ekan deb chaqchaq qilganlar bor. Sening guling rasmi, yog'anmi, nimanda jiqalsa deb. Albatta men kundalik turmush xarajatimdan ozdir ko'pdir neri qo'yaman, chunki gul davlati degan bilan gul qimmat bu yerdimi? Onu elish uchun ben bir qarindoshlarimdan 1 euro yordam qilinglar, menda qildim deb baxmidim. Bek chiroyli qildim. Şunu Gollandiyaliklar bo'lsin, mayli Uyg'ur qarindoshlarim bo'lsin, shunchalik suyundi. Men shunchalik rahmatim bor. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urim uchunlar bir rahmatim bor. Meni to'g'ri tushunganligiga, mening ichki dunyorimni, mening qalbimni tushunganligiga shunchalik suyunaman. Facebook'lardan, medyalardan ko'rimiz sizning chet elliklar bilan restoraningizda faoliyatingizni ko'rib turyapmiz. Hem de sizin Uyghur Support Group'da bir teşkilatınız var. Bu teşkilatınız kaçan, qanday maqsadlar bilan qurildi? Onun bir qurgan bir foydasi bo'ldimi? Yaxshi bir faoliyatdan elib bordinglarmi? Hamda bundan keyin bir planinglar bormi?
Xo'sh, hozirgi masala shu g'arb davlatlarga chiqdik. Endi biz yerlikka oltimiz bu gap, derdimizni. Bunda bo'lgandan keyin men bayam so'zlab o'tib ketgandek, menga yangi bir o'y keldi. Siz degan shundaq bir Uyg'ur sport guruhini qurdik buni. Buni qurishimizning sababi asosan yana gollandiyaliklar qarta. Bu bizning sport guruhda Uyg'urlardan bir ikkimiz bor. Qolganlar hammasi bu tashkilotimizda butunlay gollandiyalik endi. Gollandiyalik bo'lgan gollandiyaliklar undan sırt bu gollandiyaliklar har xil nimada. Masalan 390 dak tashkilot a'zolarimiz bor hozir. Bular har xil shu o'rinlardagi insonlar bular endi. Buning orasida har qanday bir kasbdagi insonni topqani bo'ladi. Bularni qurishimizning sababi mukarram. Hozir bizningki Sharq Turkistondagi zulmni biz anlatyapmiz necha yilni yog'i, ammo siyosiy yo'linishimiz toza yaxshi bo'lmadi. Biz hozirgi kamp masalasining chiqishi demak bizningki shu g'arb ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizningki bu da'voga bo'lgan kuchi yana ojiz degan gap. Chunki Xitoy o'zingiz o'qisiz shu Urumchi voqeasidan keyin bu Uyg'urlarda bir cho'ng uyg'unish bo'ldi. Gollandiyada bunu ait çoğun namoyishlarni qildik. O'zimizningki millati uchun bir ish qildik chet elda. Mana Gollandiyada bo'lgan ish. Gollandiya jamoatining qanchalik kuchliligini mushundan ko'rib olgani bo'ladi. Uningdan keyin bu 75 bu masala moda xarakterlik bir masala bo'lib qoldi. Bir yil yig'ildik, 2 yil yig'ildik, uningdan keyin yeshimiz quridi. Unutib ketdik. Köplerimiz unutib ketdik. Ondan keyin hammamiz o'z oldimizga turmushimiz bilan bo'lib ketdik. 75 ni bir xotirlash yoki ashundaq bir qonliq masalalarda bir faoliyat qilsaqmi, jamoatimizni aytijiq chiqmaydigan, xuddi meni chaqmagan yillar 1000 yil yozsin degandek shundaq bir tushunchalik qildik. Buni ko'rgandan keyin men o'yladim, to'xtabdi dedim. Bu bo'lmaydi bu. Biz bunda qilsak bo'lmaydi. Aslida biz hech nimani unutib qolmasligimiz kerak. Biz sog'lom millatchi bo'lishimiz kerak. Shu millatning davosini qilayotgan ekanmiz. Bizda sog'lomlik bo'lish kerak. Qanday qilish kerak? Bundaq bir ahvolda biz darhol yangi bir yo'lni siyosiy islohot degan mana shu. Qanday qilamiz dedim. Undan keyin bu Uyg'ur sport guruhini qurishga majbur bo'ldik. Chunki kunda Sharq Turkistonda bo'lib turayotgan zulmni kunda oltish uchun bizning parlament ichiga kirib, unchir qilib ketgidek kuchimiz ojiz. Buni qanday qilamiz? Buni yerliklarning kuchi orqali kundalik materialni kundalik yetkazib turish. Undan keyin men bizningki tashkilotlarimizdan, xizmatlarimdan to'xtab, namoyish faoliyatlari bo'lsa boraman. Undan keyin men Amnesty International a'zo bo'ldim. Undan keyin Gollandiyadagi 4 cho'ng partiyasining birisi bo'lgan SP partiyaga a'zo bo'ldim. Undan keyin bu shu qatnashgan yerlerim orqali insonlarga Uyg'urni tanitdik. Asosan bu shu millat to'g'riliq so'zlab o'tdik. Bu yerga kirishimizning sababi shu. Hamda bular bilan yaqinlashgandan keyin bular o'zligidan mushundaq bir narsa qursak bo'g'dak degan narsani bular demigicha men demadim. Arliqda 7-8 yil o'tib ketdi mukarram bu ishda. Men kutdim, chunki bu da'vo hissiyot da'vosi emas ekan-ku. Biz hissiyot qarlashtirib olamiz. Aytdi ochig'imiz kelib ketganda jugurab chiqib, vaqirab ketamiz. Bir necha kun salomatligimiz yaxshi bo'lib qolsa unutib qolamiz albatta buni. Bunda da'vo bo'lmaydi, bu da'vochining ishi emas bu. Unda bo'lgandan keyin masalan Gollandiyada bu sport guruhini qurdik hozir. Sağlam quruldi, ham yaxshi bo'layotdi. Uyg'urlardan bir ikkimizli bor bu guruhda, qolgani hammasi gollandiyaliklar, yerliklar. Albatta bu yerda bu sport guruhining talabi Türk yoki Arab bo'lmaydi, kirishki bo'lmaydi deb talab qildi bular. Chunki butun gollandiyalik qilish kerak bu da'voni. Uyg'ur da'vosini biz qilamiz. Chunki masalan musulmonlar o'zining davlatida qilsin degan fikrni bular o'tirib qo'ydi. Shuning bilan bo'lib dedim, bizga texmi qo'shaqdi. Chunki Turkiyada nurg'un tashkilotlarimiz ish qilyapti. Nurg'un qarindoshlarimiz u yerda mujohidlik beryapti bu millat to'g'riliq. Shunga menimcha bu yerda bu sport guruhga
yana bizning Türk qarindoshlarimizni akirishning o'rni yo'qdi. Ama ular unda tanlagan ekan men ularningki nemisiga bo'ladi dedim. Talabini jariy keltirdikda o'zimizning ishini aytib obdan ketib bordi. Biz necha qitim Avrupa parlamentiga, Gollandiya parlamentiga bizning padişahımızı tatib raportlarını berib turyapmiz. Amnesty International'ni ishtiryapmiz. Amnesty International'da men to'liq xat yozamiz bularga. Yana bu xatni Gollandiyaliklar o'z yozdi mening nomimda qilib, men chiroyli yozib beray sana deb. Bu dava mana shunday bo'lib ketib bordi. Hozirgi masala yaqinda shu 3 kunning oldida boshildik. İmza kampaniyasi boshlayli dedi bular. Şu kampı meselesi doğruluq. Hazır bu imza kampaniyasını Gollandiyada başladık. Buna ait sağlam ketip bardı, bunun imzarı ketip bardı. Hem bu yerde mening Facebook'umda nurgulluğun adamlar Gollandiyaliklar kirganda men qabul qilib qo'yib ular bilan bekchiq hem söhbet qilishmagan lekin bir kuni bir qiz bola xat yozibdi. Men Uyg'urlar uchun nim qilaman deb shu javob qaytarsam bu qiz bola 2019 Gollandiya ama şu üniversite güzeli bo'lgan, shundaq bir mashhur qiz ekan bu. Shuning bilan bizga sambak muhim dedik, keldi. Ama bu sport guruhiga qatnashib, hozir u qizimizmi nihoyat obdan tashviqotlarni qilyapti. Hamda asosiy xizmatchimizning birisi bo'lib qoldi. Bu yerda Gollandiya Uyg'ur sport guruh direkt Dünya Uyg'ur qurultoyining faoliyati va Dünya Uyg'ur qurultoyininki ishbirligida mangadi. Bunu bütün Gollandiyadaki sport grup katnaşkan bütün Gollandiyalık anlattık. Çünkü bizden dünyada kanunluk naite tunulgan teşkilatımız şu Dünya Uygur Kurultayı. Doğru. Ben bunu bulanın oturup koymasam mı? Ya bular özü açtı bunu. Biz Dünya Uygur Kurultayı karaylı dedi. Demek ki bugün hazır Gollandiyada 390 Gollandiyalık Dünya Uygur Kurultayını kollaydıgan bir grup, bir teşkilat bulup oldu. Hem de garip ellerde demekçi boğunu men biraz çoğun teşkilatlar bo'lib qoldik hozir. Hem bunun yana davamlıq adam akrivatimiz mükerrem. Bizdinki muşlağı altımız deydi ekanmiz. Biz o'zaro teşkilat qurmay, to'rt adam birlashib ismini qo'yapli teşkilat qilib olishning zarurati yo'q-ku. Bo'lsa bu yerliklarni taraqqiy qilish kerak. Har bir davlatga qarindoshlarimiz bo'lsa, bu yerliklardan bir teşkilat qurib qo'yish zarur. Har qanday davlatda bo'lish kerak. Bunu men başladım Gollandiyada. Xudoyim bursa başka devletlerden qarindoshlarimiz mana shundaq usullar bilan bu Uyg'ur davosini texmi chiroyli, texmi yaxshi ap berishini shunchalik umid qilaman Karim. Ko'p rahmat. Siz mushu davo qilish jarayonida nurg'un tajribali bo'ldingiz deb o'ylayman. Mushu tajribalaringizdan chiqqan bir neticengizde hazır bütün dünya miqyosida ilib yurayotgan barliq davo yo'llarimizda, davolarımızda yana bir yenilik yaratsak bo'ladi. Yani bunda qilsak texmi davoyimiz jonliq texmi degan yer bordi degan bir o'y fikringiz yoki bir deydiganlarınız bormi bu to'g'ri? Elbette. Ben çünkü cemaatga aql o'rgatadigan saviyada emas, shunday bo'lsinmi? O'zimninki shu yillarcha davo ichida yurib, bizningki kamkus qolgan yerlarimiz bor. Hamda ba'zi utuqlarimiz bor, ba'zi kamchiligimiz bor. Buni ikkilisi o'xshash ketib bordi-ku hozir. Shu buni qisqartib bir so'z deydigan bir azroq sizning savolingizga bir javobim bor-da. Bo'lsa, hozirgi siyosat Uyg'ur millatiga nisbatan bir bahar. Çünkü Amerika Xitoy munosabati ig'irlashdi hozir. Bütün dünya bu Xitoyning qanchalik yolg'onchi, kazzobligini tushundi. Hem Sharq Turkiston bo'layotgan zulmni dunyo uqdi. Bu vaqtda bütün dünyadaki Uyg'ur qarindoshlarimiz nihoyat chaqqan bu oltin fursatni g'alima tutib, mana mushunda vaqtda texmi yaxshi ishlarni qildiganga o'ziga bir yol tanlayışı bek mühim dep o'ylayman. Çünkü G'arb ellerinde nurg'unlagan insonlar tushandi Uyg'ur masalasini. Bu vaqtida bo'lsa, qo'limizdagi bayroqni shu masalalarni tushungan insonlarning qo'liga tutqizish muhim. Çünkü xalqaro vaziyatda buguni qanday bo'ladi, ertasi qanday bo'ladi, siz bizni uqmaymiz. Kelgusida tinish bir holda bitib ketadigan ish bo'lsa,
O çağda Şarkı Türkistan meselesi qanday qilamiz degan bir narsa var. Şuna bu bizning shundoq oltin mezgilimiz. Bunda vaqtda yana deydiganimiz bo'lsa, biz yerliklardan mushu bizni tozi ig'ir kunimizni tushunayotgan vaqtda nayt yaxshi bir guruhlarni, tashkilotlarni qurib olishimiz bek muhim deb o'ylayman. Chunki Tibetning davosini Tibet qilmayotdi, mukarram. Tibetning davosini Gollandiyalik qilyotdi. Masalan, Amsterdamdagi shunchalik bir qimmat shaharda 2-3 qavatlik binoda 7-8-20-30 Gollandiyalik xizmat qilyotdi kunda. Tibetda bo'layotgan masala kunda parlament kirib turdi. Endi ashningdek bir narsani biz shakllantirishimiz kerak. G'arb elleridagi insonlar nayt aqko'ngil. Gollandiyalik bo'lsin, mayli shu Avropa, Amerika, Kanada, Avstraliya deymiz. Bularning hammasi shunchalik aqko'ngil. Chunki bular undaq zulmni qabul qilolmaydi. Chunki ular bundaq zulm borligiga toza ishinib bo'lolmaydi. Bugün kunda Amerika, dünya işendiydi bularning xalqini. Uyg'urda kampi var. Uyg'ur meselesi ig'ir dedi. Bunda vaqtda biz nayt fursatni g'animat bildik. Mesela Dünya Uyg'ur qurultayidimi nurg'unlagan olimlarni yig'ib, hozir maxsus guruhlarni qurib, parlament a'zolarini yig'ib, guruhlarni qurib nayt obdan qilyotdi. Bu Dünya Uyg'ur qurultayining vazifa emas. Şuna davat qildim. Ben bütün dünyadaki Uygur qarindoshlarımdan o'tindig'im, umid qildig'im bu fursatni ching tutili. Bu fursatda Xudoy mushundaq bizga bir bad bu fursatni, bu fursatda o'zimizni ruslab Sharq Turkistonga bururroq berib yutib ketgan tuproqimizga ketildi cho'bikarim. Yurgimiz og'riydi. Hozir o'ylab baqqan kimning ketkisi yo'q. Kimning ko'gisi kelmadi. Ben şunda deb ketmay, Xudoyim vatanim mustaqil bo'lsa, shaharda turmayman. Ben belki Qashqa, Xotan, Yakan, Yog'uljining yezzi qishloqlarida ashta yerlarda yasam rozidim deb ketmay mukarram. Xudoyim bütün qarindoshlarimni shu kunga yetkizsin. Alloh egam Uyg'urga kuch-quvvat bersin. Uyg'ur o'g'nib ketsin Xudoyim. Rahmet. Rahmet. Muhaciratdaki bütün Uygurlarımız deydiğen bir yürek sözleriniz olsa, şunun bilen biz programını ahırlaştırgan olsa. Buludur rahmet. Endi benim yürek sözüm muş fursatni g'animat bilni. Fursatni g'animat bilni. Ve bo'lsa muş fursatda biz jiqroq g'arbliklar bilan tashkilotlarni qurishib, bo'lsa yerliklarni taraqqiy qildiganga. Yana birisi o'zimizningki tashqi ko'rinishi bek muhim bo'lib qoldi jamoatlarimizga deb o'tib ketadigan. Masalan, bizning namoyish bo'ldi, ba'zi o'rinlar, muhim o'rinlar bilan har bir davlatda Uyg'urlar chiqib ko'rishadigan ishlar bo'ladi. Bunda vaqtda biz tashqi qiyofatimizni nihoyatda durust, chiroyli qilishimiz kerak. Chunki kirgandiklar manchirik millatning vakili kiryotdi deydi u yerga. Sigalliqlar kiryotdi degan gap yo'q. Bizningki normalda nurg'un qarindoshlarimiz kostyum burilkinim qalayimqan kiydigan bo'lib ketdi. O kostyum uzun alimiz ham deylik sabrib qolsam davomli kiyme deydigan niyatda. Undaq bo'lmaydi. Naydi chiroyli. Men umid qildiganim mayli davo oldidiki, davo keyindiki Uyg'urlarga talab qiladiganim, meni suyunib turib umid qildiganim bo'lsa biz tashqi qiyofatimizni bek diqqat qilin. Chiroyli turni. Chunki bek chiroyli millatning igisi biz. Hem aşındaq dunyoga necha ming yilning oldida nurg'un madaniyatni bergan bir millatning avlodlari biz. Qani madaniyatim? Bugun kunda biz shu madaniyatning egisi bo'lgan ekan, shu madaniyatga loyiq har qanday so'ringa loyiq bo'lishimiz kerak. Bek chiroyli bo'lishimiz kerak. Chunki millat, sen millatga vakillik qilsa, kirgan yeringda durust bo'l. Birinchisi, har bir siyosatchi, mush tashkilot rahbarlari bir yerga kirganlikka tunji qarshi tarafning diqqat qildigini kim o? Sizni tatidi, diqqat qiladi anasiga. Manda kiyinibdi, nihoyat chiroyli kiyinibdi. Chunki g'arbliklar o kostyumni ilib kiyolmaydi emas, kiydi. Chunki bularningki nurg'unlari elaqi vaqt aldirashchilikda ba'zi narsaga diqqat qilolmasligi mumkin. Ama bularni kiyingan odamlar nihoyat cho'ng biladi bular.
Nayt hürmet kıldı. Birincisi başta özümüzni oňşanmay turup Şark Türkmenistan'ı oňşaýman digen gep bir atıkçı gep bolup kalady. Başta özümüzni kutuldurayly magarip ellerdiki Uygurlar. Bolsa çyraylyk jürüp, karşı tarapki çyraylyk aňlatyp, hissiyat emas bu ýerde. Waqyrap aňlatydygan iş emas. Çyraylyk aňlatyş gerek. Çünki we Şark Türkistanyň zulümi künden-kündä ýygyrlyşyp gitip bardy. Emdi biz yana özümizden bilişçi kısak bu dava toktap kaladı cemaat. Şo men ötünüp kaldygynym çyraylyk, retlik. Bu işi hem Uygurga vekil bolgan şu insanyňki taşky kıyafetiniň tehimi noçi jürek kıyafeti gep ýok. Çünki bizning dava kirgen Uygur kyryndaşlarymyzyň jüregi şunçalyk pak bolgaçka 20 neçe ýyl, 30 neçe ýyl bäzileri muş çetelde kep kaldy. Hem deýme. Ya muşindak bir ala ahvalda bizninki ahvalimiz çyraylyk boliş gerek. Dava saglam boliş gerek. En ahyrda dostlarga rahmet. Programını kögendiki bundaki faaliyetler bütün Uygurlarımız jürüştürüşke zaten dikkat kıldı, dikkat kıldı dep oylayman inşallah. Bu programga vakit çıkarıp katnaşıp berginiz üçün hem de özünüzge taýallyk bolgan köz garaşlaryňyzy, tunuşlaryňyzy, jürek sözleriňiz, ümitleriniz Uygur cemaatinde bolgan. Şunu bütün cemaatla ortaklaştığınız için köpten köp rahmet. İnşallah bundaki yana söhbetlerde birli buluşunu ümit kılıman. Sizden bundaki barlık işlerinizga utuq dileýän. Restorançılık, edebiyat sennetdiki, davadaki, uzun teşkilatdaki, başka bolan diýerlikler bilen bolgan ilip bardygan barlyk faaliýetleriniz diýerdik. Bütün işlerinizga utuq dileýän, üzüňizge salamatlyk dileýän. Rahmet mükerrem, sizge rahmet. Görüp atgan kyryndaşlarga rahmet. Hudaýym bursa, yani ýaxşy günlerde yani hem söhbetini billa kılışıp, billa uçuruşup durumuz. Hemmeler hoş. Rahmet. Dedim satar mısın? O dedi yapayım.